Lexus LX 600 luxury komplektatsiyada mashinamiz. Mashinamiz absolutni yangi bo'lgan, udargacha 0824 birkalari bilan O'zbekistonga bemalol kiradi. Rastamojkasi ham bo'ladigan mashina, yoshiga to'lmagan. Podoshkalari otgan krugovoy, ruldan otgan, boshqa otgan bo'la bilasizlar, kepak narsa, unaqa qiyin narsa emas. Mark Lewison akustikada pompa sidenalari bor. Bizlarnikilar yaxshi ko'radigan divanli sidenalari va monitorlari ham bor. Mashinamiz absolutni yangi, pnevma podvesasi ko'tarilib qolib ketgan. Udar faqat oldidan bo'lgan, boshqa hech qayerda muammosi yo'q bu mashinalar. Bor ish faqat mana shu oldi qismida ekan. Boshqa jiddiy muammo men ko'rmadim. Va obrazli 6 silindr 3.5 twin turbo bo'ladi. Kapot qismida ham hech qanaqa muammo ko'rmadim. Avdov podograf va 3-o'rindiq ham mavjud. Absolutni yangi bo'lgan mashinamiz avariyadan oldin 85 mil ko'rishingiz mumkin. 81.557 dollardan boshlang'ich narxi bilan mashinamizda 3.5 twin turbo Lexus LX luxury komplektatsiyada 24 model, stikerlari ham O'zbekistonga to'g'ri keladi.